Yukarı leksiyonu devam hürmetli vatandaş. Mehbi ahbarat xadimleri allaqachon mundaq ko'rsatgan edi. Çünkü Kompartiyasi e'lon qilgan sonliq ma'lumotlarning to'g'riligini asla dalilligi bo'lmaydi. Tajismon virus, ya'ni çünkü Kompartiya virusi to'g'risidagi hikoyalar dal shunday shaklning bir misolidir. O'tgan yili Amerika ovozi İran Tashqi ishlar ministri Javad Zarifning Twitter'ga yozgan maqolasini gavdalik o'rinda qo'yib xabar qildi. Shu chog'da İranning Tashqi ishlar ministri Zarif Amerikaga tahdid selavatdi. Amerika ovozi Rossiyaning Amerikaga qarshi tashviqotlari bilan ham birlashdi. Amerika ovozi yetakchi xarakterlik nizomnomasiga mundaq yozilgan. Amerika ovozi Amerikaga vakillik qildi. Ikkinchi dunyo urushi mezgilida qurilgandan keyingi yillarda Amerika ovozi erkinlik va demokratiyaga tashna bo'lgan dunyo xalqiga anglovchilarga demokratiya va erkinlikni ishga oshirish jihatda bu ishni ado qilib keldi. Bugun tamom buning aksicha Amerika ovozi radiosi Jungo Kompartiyasining tashviqotini qanot yaydiryapti. Hamda Amerika xalqining yo'lini, Amerika xalqining pulini xarjlayapti. Dal shundoq voqealarga munosabatli ikkinchi bir radio Erkin Asiya radiosining Uyg'ur bo'limi. Agar biz o'ttirib qo'ygandak, yuqorida o'ttirib qo'ygandak, Erkin Asiya bo'limining radiosining Uyg'ur bo'limi Xitoyga go'moshdi bo'lib o'tamdi degan savolni qo'ysak eshib ketamdi va kimib qolardi. Voqealarning taraqqiyoti keyingi vaqt qoldi vatandoshlar. Bugun biz Amerikada musibatimiz har kuni degidek 2 million odam kasal bilan vafot bo'lib o'tadi. Shunga bundaq g'arblik yetib kelgan chog'larda boshqa vatandoshlarning ko'ngliga azor bermaslikni nazarda tutib, bugun qisqacha bundaq xabarni sizlarga yetkazamiz. Bu xabarda gavdalangani saxtpazlik, kazzoblik, haramzodalik, qitag'orlik, o't quyruqlik qilish va Uyg'urlar o'tirisida hozirgi da'vo sistemasida yoki hozirgi da'voning boshlanish sistemasida qurilishida tarixni o'zgartirishga urinish bilan Uyg'urning ittifoqiga, Uyg'ur jamoatining ittifoqiga ziddiyat silash bugun bu radioda boshlandi. Rasmiy boshlandi. Mavzu mundaq vatandosh. Da'vo shundoq bo'ladi ekan. Mavzuda xabar 4-ayning 7-kuni Erkin Asiya radiosining Uyg'ur bölümü e'lon qilindi. Abduri Abduvali Ayub. Xabar mundaq boshlandi. Da'vo Uyg'ur tilida qadimidan bor so'z. Da'vogar so'z bo'lsa hozir ham bo'libdi degan maqol tamsildan qaraganda bu so'zning tarixi uzun. Maqol tamsillar til binosining ulunu hosil qiladigan toshlarga o'xshash muqim bo'lib, oson o'zgarmaydi. Shunga yuqorqi maqol tamsildan qaraganda da'vo so'zi Uyg'urlarda so'tchi qozilar deyilishga boshlagan 1000 yillik tarixi tutishidir. Ama hayran qalarligi mavzuyimizda demakchi bo'lgan da'vo so'zi peki hozirgi zaman Uyg'ur tilining izohliq lug'atiga kirmagan. Lug'atimizda bor bo'lgan da'vo faqat bir qonun atalg'usidir. Shunga mavzuyimizdagi da'vo so'zini lug'atdagi jinoiy ishlar bilan Haqtalab da'vosi bo'yicha tushunganda Sharqi Turkiston da'vosi, lager da'vosi, kishilik huquq da'vosi degandagi da'vo degan so'zni
Şengili bulmaydı. Şarkı Türkistan davası degan birikmede kelgan dava sözüdeki ma'na Uyghur tiliga Türkçeden kirib özleşken. Dikkat vatandaş, mening leksiyalarimni anglayotgan 2 milyon 80 bin qatim mening leksiya torbitimni chekkan vatandaş dikkat. Dava sözüdeki ma'na Uyghur tiliga Türkçeden kirib özleşken. Köpçüken. Uyghur tılığı bu sözün Türkçeden kirişi muhaciretteki Şarkı Türkistan davası yaki Uyghur davasının Türkiye'den başlanğanlığı bilen münasebetli. Hürmetli Abdüveli Ayıp Efendi, Uygur'dan til adeti yaki ağzaki til adeti boyunca müşiyege kelgende bir eğiz gep kusam razı bulamsız Jigit Efendi? Bu mantaka Ece kızının mantakasıdır. Ömer Kanat bilen baştan ahir billi buldum. Onundan davanın Türkiye'de başlanışı, Avrupa'yı kengeyişi ve Amerika qarab terakki qilish musabaqasiga alaqadar barliq tafsilotlarni anlab chiqdim desam bo'ladi. Hurmatli Ömer Kanat Efendi, Türkiye'de bu davani kim başlagan edi? Ahirda ishga qizga qilaydi.